Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh. Efirda Mingchinor. Prezident sovg'asi deb berilayotgan narsalar, ayniqsa uylar, bugun sovg'ami yoki hiylami? Mana shunday bir aholining qatlami bor. Ya'ni bu eng quyi qatlam. Daromadi, yashash sharoiti juda og'ir ahvolda yashayotganlar, ya'ni ko'pchiligi bularning oilasida nogiron boqayotganlar. Turmush o'rtog'idan ayrilganlar, juda kam bir pensiya bilan hattoki ishsiz yurgan oilalar, bunaqa oilalar O'zbekistonda tiqilib yotibdi. Mana shularning ichidan terib olinyapti degan, bu balkim 10 tadan bitta bo'lishi mumkin. Mana shularga prezident sovg'asi deb yangi qurilayotgan uylardan kvartiralar berilyapti. Mana senga prezident sovg'asi deb turib, keyin esa pulini to'la deyilyapti. Ipoteka bu deyilyapti. Endi o'zingiz o'ylang. Ular kam ta'minlangan bo'lsa, ehtiyojmand oila bo'lsa, ularga uy berilyapti-yu, pulini to'la deyapti. To'la olmasang bo'shatib qo'y uyini deyapti. Kadastr qilib berilmayapti. Endi bu qaysi vijdonga to'g'ri keladi? To'g'rirog'i qaysi tizim bu narsani yoqlab chiqyapti? Axir o'zi u nogiron u. O'zi u kam ta'minlangan, uni mablag'i yetmaydi. O'zi zo'rg'a kunini ko'ryapti. Doriga zo'rg'a pul topyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlarda hammangiz guvohsiz. Ko'chaga chiqib, o'sha blogerlarni chaqirib, sharoitini tushuntirib gapiryapti. Prezident nima degandi? Prezident mana shunday oilalarga, mana shunday nogironligi bo'lgan shaxslarga alohida bir katta bir kitob, tizimli bir katta bir yo'nalish yarataman degandi. Bu gapga ham 2 yildan oshib ketdi, lekin haligacha o'sha nogironlar, o'sha oilasi kam bir daromad bilan yashayotgan, nisbiy hayot kechirayotgan o'sha aholining quyi qatlami chirqirab yotibdi bugun. Hattoki ozodlik va boshqa eng kuchli turadigan mana shu tarmoq faollari ham ularni yoritib beryapti. Lekin bugun senatda o'tirgan, senatda yastanib o'tirgan, smoking kiyib o'tirgan mana shu deputatlar, qonun chiqaruvchi, o'sha islohotlarni chiqaruvchi palata, senatlar bugun ularga nisbatan nima qilib beryapti? Deputat o'zi xalq saylanguncha xalqniki u. Saylanguncha xalqimga men shunday sharoit qilaman, men shu ishlarni amalga oshiraman xalq uchun deydi. Saylov o'tgandan keyin u butunlay o'zini va'dasini, o'sha g'oyasini, dasturini unutyapti. Endi bir paytlar ijtimoiy tarmoqda kerakmi degan bir video juda bir trendga chiqib ketdi, mashhur bo'lib ketdi. Endi men shu narsani bir boshqacha qilib aytmoqchiman. Bugun deputat kerakmi xalqqa? Xalq saylagan deputatlar bugun xalq uchun ishlayaptimi? Bugun deputat nima qilyapti? Deputat bugun o'sha deputatlik mavqeiga yetib, o'sha deputatlik imtiyozlariga ega bo'lgandan keyin qayerdan pul kelishi mumkin? Qaysi tomondan pul tushirish yo'llarini izlaydi? Nima qilsak bugun xalqdan ko'proq pul undira olamiz? Qanaqa jarimalar, qanaqa to'lovlar? Bu jarimani to'la olmasa, bu to'lovni to'la olmasa, bu jarimani uni ustiga qo'yamiz. Mana shunaqa g'oyalarni o'ylab chiqaradigan bir tashkilot, bir odamlar to'plamiga aylanib qoldi. Shunday ekan xalqqa deputat kerakmi? Deputat o'zi kimga kerak? Men misol uchun men o'zim yashayotgan mahallani deputati kimligini bilmayman. Ismini bilmayman. Vaholanki men saylovda ovoz berganman. Lekin kim u? Siz o'zingizni deputatingizni taniysizmi? Siz o'zingizni deputatingiz mana ko'chalarga kelib, oralab, xalq ichiga kirib, xalq ichiga kirish yo'qda tursin, hech bo'lmasa mahallaga qadam ranjida qilmaydi-ku. Vaholanki u davlatdan maosh olyapti, o'ta katta, hali ham bizda deputatlarning qancha oylik olishi ochiqlanmagan. Demak, o'sha
Menga onam aytardi. Bolam, bir tishlab non yedingmi, o'shani halollab, oqlab yegin. Mana shu gapdan aytardi. Bugun ular davlatdan katta miqdorda oylik olyapti. Xalq unga ishonib ovoz beryapti. Lekin nima karomat ko'rsatyapti? 5 ta partiya amaldagi. Shu deputatsiz ham ish bo'laveradi-ku. Prezident boshqaryapti-ku. Vazirlar bor-ku, deputat nima qilib beryapti? Lekin mana nogironlar uchun ham bir tizim yaratilsa, ularga bir sharoitlarni yaxshidan yaxshi, mana Ikkinchi jahon urushida nogiron bo'lib qolganlarga davlat tomonidan Zaporojets degan avtomobillar berilardi. Ularning pensiyalari katta edi. Ular urush qatnashchilari edi. Mana holigacha ularga katta pul to'lanadi, vaholanki ular Sovet ittifoqi davrida SSR uchun kurashgan, jang qilgan odamlar. Bugun o'zimizda O'zbekistonda nogironlar uchun, kam ta'minlanganlar uchun ularda bir daromad manbai sifatida ko'rilishni o'rniga ularga sharoit yaratilsa, bu dunyodan hech kim norozi bo'lib o'tmasdi. Afsuski bugun deputatman degan odam xalq dushmaniga o'xshab qolyapti. Deputatning soni ko'p, sifati yo'q.